Bahor faslida eng yaxshi insonlar dunyoga kelar ekan. Ana shunday yaxshilardan-da yaxshi insonim, bugungi tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Qalbimdagi barcha ezgu tilaklarim siz uchun. Tilaklar ichidan izlab topganim. Alloh nigohini sizga qaratsin. Yagona o'tinchim Allohdan bu kun sizdek insonlarni ko'proq yaratsin. Shukrona kunlarga shukrlar aytib, quvonchli ayyomlar quvonch taratsin. Eng go'zal tilaklar barchasi sizga. Alloh sizdeklarni ko'proq yaratsin. Qadrli insonim, hamisha o'zingizni ehtiyot qiling.